yoqib borib, kulini uyda quchoqlab yotibdi ekan dedingiz. Shuni o'ziga aralashganingizda, Samat aralashdi shu paytda to'xtatdingiz. Men nima uchun hech narsa demadim? Chunki siz Samat yurgan joyda hech qachon yurmaysiz. Men u geyvatcha chiqqan joyga chiqmayman. Orqilaman opa u geydan. Misol uchun hozir aytib, batting pulini boshqa pul u bu deb aytibdi-ku, lekin doказательство hech kimda yo'q-ku. Yo'q-ku. Siz aytib usluga oladi deb, misol uchun men o'zim eshitganman, lekin meni o'zim ishim tushdi-ku. Shu paytda lekin Sizdan 1 so'm so'radimmi opa, ayting. Tilingiz bo'lsa ayting, 2 marta, 3 marta ishingiz tushdi, 1 so'm pul berdingizmi menga? Hech narsa politsiyaga boryapsiz, morgga boryapsiz, qanaqa joningizni kuydiryapsiz, lekin bir pul yo boshlanganda aytmadingiz, yo oxirida 1 so'mni aytganingiz yo'q. Uxlamasdan keldingiz, yonimda o'tirib shu paytda 4 odam o'ldi dedingiz. Shu paytda yig'lab boray dedingiz. Ahvolingizni ko'rdim, rangingiz oqarib ketgan. Necha kun uxlamadim deyapsiz, yo'lda yurib kelyapsiz. Mashina hayda olmaganim uchun birovlar olib kelib tashladi dedingiz. Shu paytda ham avtobus bilan bas terminaldan avtobus bilan ketdingiz. Mashina hayda olmagan aytib nimangizga. Odamlarga aytib nima oqlash kerak emas. Odamlarga yaxshilik yoqmaydi hech kimga. Shu paytda ham u kishining videosini chiqardingiz. Oilasi qanaqa qarshi bo'ldi. Lekin siz aytdingiz, odamlarga ibrat bo'lsin. Qanchadan qancha odamlar Koreyadan ketmay yuribdi. Shunaqa o'liklarni biz qiynalib yuboryapmiz dedingiz. Unaqa odamlar ko'p. Kechagi Nozimani ham jannatda bo'lsin, ibrat bo'lsin deb videoga chiqardingiz, lekin odamlar fitna qilib, opa o'sha Nozimani tanirmidingiz? Gapiring, haqiqatni gapiring. Qayerda ishlardi? Tanirdim. Qayerda ishlardi? Nuribankda ishlardi. Nuribank nima u? O'zbekcha aytganda shu jalabxonani deydi. Mana. Sizlar himoya qilayotgan qizlaringni qaranglar. Ey musulmonlar! Ey qora qoshlar! Kimni himoya qilyapsizlar? Gapiring. U Koreyada Nuribank nima degan opa? O'sha marhuma qayerda ishlagan? O'zbekcha gapiring. Qayerda ishlagan o'sha marhuma? Jalabxonada ishlagan. Odamlar bilan o'tirib turadi. Endi men ko'zim bilan ko'rganim yo'q, yotadimi, yotmaydim. Lekin yotadigan Nuribanklar ham bor. Lekin birinchidan odamlar bilan birga o'tirib, bir joylarni ishlatib, aroq ichib, shundan pul topadi. Hozir aytib men aytmayman dedim, sizga ham yozganman, misol uchun qanaqa qiz edi, yaxshi o'likning orqasida gapirmaylik deb shuncha yaxshilab aytib nima qilyapsiz, lekin odamlar uni tushunmadi. Tushunmadimi? Bo'lsangiz orqasini dafno ochardingiz. Chunki shu yoqda yurgan, Koreyada yurgan odamlarning hammasi biladi u narsani. Koreyada yurgan odamlar biladi. Va O'zbekistonda turib olib bilan erigini paypog'ini yuv, erigini tursigini yuv, bitta Koreyadagi temaga aralashguncha. Qani o'sha nima farishta qayerda ishlar ekan? Yoz, qani chiqar endi buni ham. Chiqar. Duxing yetadimi? Qayerda ishlar ekan qizing? Qayerda ishlar ekan? Ha? Chiqar giroylar. Chiqar. Davay meni chiqarishasan. Meni chiqar endi. Adolat deb meni chiqarish endi. Chiqaringlar, davay challenge qilinglar. Avazbeydan Alloh rozi bo'lsin deb davay challenge boshlaysizlar endi. Davay, qaysi blogering bor? Chiqar shu primo efirda. Roziman. Hamma yoqqa hamma tarqatsin. Davay, podpischikni to'playlar bolalar. Ey, halollaring bo'lsin, to'playlar. Mana shu narsalarni tarqatinglar. O'sha qayerda ishlashini Ves O'zbekiston ko'rib qo'ysin, tarqatinglar. Davay, podpischik halollaring bo'lsin, hamma blogerlar tarqatsin. Tarqat, rujulating bo'lsa tarqat. Gapiring. Men o'sha qizga Alloh uchun uylanganmidim? Alloh uchun uylangansiz. Nima uchun Alloh uchun uylanmaysiz? Alloh uchun uylanmagan odam qiz qanaqa yurgan bo'lsa shunaqa qo'yardingiz. Lekin siz uni ro'molga kirgizdingiz. Siz bilan men opa, o'g'il ko'rdim, ey inson. Tashab ketmadim, ismini berdim. Dadamni ismini berdim, o'zimni ismini berdim, o'zim ism qo'ydim. Tug'ruqxonadan ham o'zim olib chiqdim. Qo'poqlayotganda tiqib tashab ketmadim. Ey inson, tashab ketmadim. Hamma aybiga ko'zimimdek qilib yumdim. Qaysi oilada yomon yaxshi kunlar bo'lmaydi.
bo'ladi. Men uylanishimdan oldin aytganman. Mani xotinim bor. Men xotinim bor. Noziya haqida gapirgan. Mani xotinim bor, erga tegaverasanmi deganman. Tegaveraman degan. Dadasiga ham, ayasiga ham aytganman. Mani xotinim bor Koreyada. Qizim bor Koreyada. Qizingni berasanmi deganman. Beraman degan. Keyin uylanganman. Menda audio zapislarigacha turibdi. Rujullating bormi? Erkaging bormi? Chaq. Men hozir qo'yib beraman. Shu Namanganingda yurolmaygan qilib qo'yaman. Indamasa video qo'yishasan, qaysi erkak oppoq? Ayollarga suvi yo'q buni deyapti. Erkak bo'lgandan keyin ayollarga suvi yo'q bo'ladi. To'g'rimi opa? Hamma erkak kishi bitta lupo erkak ayolga suvi nima endi? Ayolga qiziqadi. Erkak borki, ayolga qiziqadi. Hamma erkak shu. Hamma, sen qiziqmaysanmi sen? Sen qiziqmaysanmi sen? Nima geymisan? Qiziqmaysanmi? Sanchi, qiziqasanmi? Qiziqadi erkak bo'lgandan keyin, tushundingmi? Luboy qiziqadi. Agar qiziqmasa u erkak emas. Erkak bas u. Qiziqadi erkak. Alloh uchun uylandim-da opa. Men hozir quruq gap gapiryapman-ku opa. Har bitta gapirgan gapimni rasmi, audio zapisi, balosi, battar hamma narsasi bor-da. Ishonasizmi? Men ertaga alohida video qilib chiqaman. Ishoninglar, hozir menga ayasi telefon qilyapti. Bitta olsam qiladi hozir.